Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada siz gacırız. Keçirinler bana näse toxtamayıp oturdu, meni avar kılıp şuna. Sələpilişip kalız eken mi vatandaşlar? Leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada siz gacırız. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislağı 6. ayının 19. günü haftiga. Cuma. Sizlerge leksiya sözleştin avval vaziyet doğrusu diskuss gep kılaylı. Tünin gün üzemçi bir gün aram ağandak baldım sebebi Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump efendi Uygur. Kişilik hukuk siyaset kanun layihesi imza koydu. Ve Uygur'un kalbisi. Cezalagırda yatkan 3 milyon Uygur'un kalbisi. Bu cezalagırda yatkan 3 milyon Uygur'un emgiki. Onun vücudunun akkan ter, onun vücudunun tükülgen kan. Şunun bedeliye Amerika Kongresi, Amerika Devlet Meclisi köngül bilip, itibar birip, yiz taşta kılıp, makullagan kanun layihesi. Bu kanun layihege tünügen 17. günü Prezident Trump efendi imza koydu. Resmi kanuni güçke ega oldu. Tebrikleyimiz. Devlet Meclisi azalarını tebrikleyimiz. Amerika halkını tebrikleyimiz. Prezident Trump efendini ve Prezident Trump hükümetini. Enciki vaziyet bundan başka yani bir 17. günü silah haberdar. Amerika'nın hava ştatı da Cungo'nun Taşkı İşler Hizmet Komitetinin müdiri Yangjechi Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşler Mike Pompeo ile söhbet ötküzdü. Biz söhbetin evvelki maksat ve muddalarını yani söhbetin nimelerinin oturup koyulduğunu sizlerge yetkizdik hürmetli vatandaşlar. Hem de bu söhbetin cereyanı kandak oldu. Bu söhbetin nime mesele oturup koyuldu şu degendek vaziyetke karısınız endi sizge aşkarı bulup oldu. Bunun da Şangan meselesi, Tayvan meselesi, Uyguristan yani müstemliki Şinjan meselesi hemmesi bir katar oturup koyuldu. Bu kıtım hayran kalıdığan bir tarafımız bu. Prezident Trump'ın bu kanun layihege imza koyuşu bilen birlikte şundakla Hawaii'da iki devlet diplomatlarından söhbet mesela Yangjechi bilen Devlet İşler Mike Pompeo'nun söhbetinden keyin Cungo'nun yuqori tuvan matbuotları ve yuqori tuvan organları neme halk vakiller kurultayı neme Abdunum Rayin Uygur Abdunum Rayin'in halk vakiller kurultayı kayni işbadı bildirdi. Ben bununla hayran bolğanım anda Merkezi Radyo Stasyasının Uygur Til Bilimidi Xitayning 2 nafar Uygur perzenti, biri kız ve biri er kişi şundak çırayla şundak tez anlattı. Bunun da hoş bolğanım bu haberge muvaffaq Amerika'nı tanqid kılganda ular neme dedi deyseniz atalmış Şinjan. Atalmış Şinjan mana bu muvaffaqiyat bunu medileydiğen muvaffaqiyat deyimiz. Biz bugün şuların münasibetlik mesela muşu vakala hazır kilovatka vaziyetki münasibetlik leksiyelerini bugün vatandaşlarla ortaklaşımız. Birinci leksiyemiz birinci leksiyemiz bundan. Yangjechi neticege aldırmadı. Devlet İşler Mike Pompeo ot uçurishga aldırmadı. Mavzuli haber 6. ayının 19. günü Dobitor betida e'lon qilindi haber. Bunday başlandı. Devlet İşler Mike Pompeo 6. ayının 16-17 günleri Hawaii ştatı Honolulu şehri Port bilen şehir oturusidagi hakam hava armiya bazasida Jungo Tashqi Xizmat Komitetining müdiri Yangjechi bilan 6 saat suhbatlashdi. Cümleden keşlik ziyafet vaxtini ichiga oldim.
2019 yıl 8 ayda bu 2 nefer diplomatның New-York'ta görüşkündün keyinki ikinci katımlıq görüştü. Bakatım görüşür. Görüştün keyin iki taraf kısqacha bayanat e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi bayonotida mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Yang Jiechi bilan ko'rishganda 3 masala ta'kidladi. Birinchi, Amerikaning eng muhim davlat manfaati. Ikkinchi, sanoat, bexatarlik va diplomatiya. O'zaro aloqa qatlamida o'zaro manfaat yetkazadigan berib kelish. Daimiy munosabat ikki davlat o'rtasidagi. Uchinchi, navbatda yuqumliq virusni tizginlash va kelgusi oldini olish jihatda uchur aloqadan bahramand bo'lish va ochiq oshkora bo'lishni saqlash. Jungoning agentligi Xinhuashi ishga rahbar xalqaro va rayonlar masalasi mag'lubiyatga diqqat qiling deyman vatandosh. Jungoning agentligi Xinhuashi ishga rahbar xalqaro va rayonlar masalasi bo'yicha chunqur fikr almashtirdi. Almashtirish qurilish xarakterlik bo'ldi. Qurilish xarakterlik degan so'z qo'shtirnoqchaga ilinibdi. Qurilish xarakterlik bo'ldi. Ikki davlat boshliqlarining o'rtaq tonishini amaliylashtirish ikki davlat qo'shildi. Davomli aloqa munosabatda bo'lib turishga ham ikki diplomat qo'shildi. Ya'ni Yang Jiechi, davlat ishlar kotibi Mike Pompeo ikki diplomat qo'shildi. Bu yerda xalqaro rayon xarakterli deganga diqqat qiling vatandosh. Uningdan boshqa Jungo Tashqi ishlar ministerligi to'rbetida Tashqi xizmat komitetining mudiri Yang Jiechining Tayvan masalasi, Shangang masalasi, Xinjiang masalasi qatorliq masalalar to'g'risidagi maydonini sharhladi. Ham Havayda sharhlagan gap qaytib berishdan burunla Jungo Tashqi ishlar ministerligining to'rbetida Tayvan masalasi, Shangang Hong Kong masalasi, mustamlika Uyg'uriston Xinjiang masalasini sharhl. Bu to'g'ridagi maydonni sharhladi. Demak, 3 masala bu qatimki Havay suhbatida gavdalik muhokama qilingan masala. Shuning bilan birga Amerika Davlat Mahkamasi Amerika matbuotlariga oshkorlagan mazmunlardan qarag'an davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bilan Yang Jiechi suhbatlashgan mazmunlar jumladan yuqumliq virus ahvoli, Shangangda norozilik va Shangangcha davlat bexatarligi qonuni, Hong Kongcha davlat bexatarligi qonuni, ikki davlat o'zaro muxbirlarni qo'g'lab chiqarish masalasi, Xinjiang masalasi, Tayvan masalasi, Amerika Jungo birinchi bosqichlik kelishim masalasi hamda Hindiston Jungo chegara to'qinishi masalasi qatorliq masalalar va hokazo. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi yana mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo demak yuqorqi masalalarni Amerika Qo'shma Shtatlari Havayda so'zlangan masalalar deb e'lon qilyapti juma Davlat Mahkamasining bayonotchisi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Yang Jiechiga mundaq dedi. Rossiya Amerika yadro qurollari suhbatiga Jungo qatnashishi kerak. Prezident Trump 3 taraf kelishimi imzolashni umid qiladi. Prezident Trump 3 davlat Rossiya, Amerika, Jungo 3 taraf kelishimi imzolashni yadro qurollari bo'yicha umid qiladi. Endi yana bir xabar vatandosh. Jungo Amerika elishi savdo urushiga urush qo'shildi. Istiftak ko'tarildi. Kelishim icra qilmaydigan tarafga yaqinlashdi. Kelishim qachon 1-oyning 15-kun imzolangan Amerika Jungo ikki davlat o'rtasidagi birinchi bosqichlik savdo kelishimi hamda ijro qilg'ili bo'lmaydigan tarafga yaqinlashdi. Mavzuli xabar 6-oyning 19-kuni Twitter betida e'lon qilindi. 6-oyning 16-kunida 18-kunigacha Amerika Jungo yuqori darajalik amaldorlar tuyuqsiz Jungo Amerika munosabati va savdo masalasi to'g'risida suhbat o'tkazdi va ifoda bildirishdi.
6 ayının 16-17 kunları Cungo Tashqi Xizmat Komitetining müdiri Yang Amerika Davlat İşlar Katibi Mike Pompeo bilan Havayda suhbat o'tkazdi. İki taraf Amerika Cungo münasebeti ve rayon karakterlik meseleler, yani tekrarlandı Cuma vatandaş, rayon karakterlik meseleler boyunca fikir almıştırdı. Hazır Şinjan, Müstemlike Uyguristan hazır rayon karakterlik degen rayonun içine kirip gitti. Bunu Cungo hükümeti özü ilan kılıvadı degen vatandaş. Her iki taraf özden meydanlı meseleler boyunca şehirliydi. Neticesiz bolmadı. Demek netice yarattı. Beijing vakti 6 ayının 18. günü siyasi büronun azası, Cungo Devlet Mahkemesi'nin muavin veziri, Amerika Cungo Umumi İktisadi Sohbet, Cungo taraf vekili Liu He mundaq ko'rsatdi. Birinchi bosqichda savdo kelishimini ijro qilish uchun sharoit va muhit kayfiyati bo'lishi lozim. To'sqinliklarni tozalab yetishimiz kerak. Juqumluq virusning zarbisi hamda Amerikaning Cungoga o'zliksiz siyosiy arilishi va iqtisodiy jihatda cheklashi. Cungo Amerika avvali birinchi ayda imzolagan birinchi bosqichda savdo kelishimi allaqachon tamomlig'ili bo'lmaydigan bir vazifaga aylanib qoldi. Savdo kelishimi o'rinlig'ili, tamomlig'ili bo'lmaydigan bir vazifaga aylanib qoldi. Hamda atalmış arilishni bir tarafga chiqarib atkili bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Demak, Liu He nima deydi? Savdo kelishimini imzoladik. Endi allaqachon buni ijro qila olmaydigan darajaga kelib qoldik. Chunki deydi, bu yerda kayfiyat yo'q deydi. Muhit kayfiyati yo'q deydi. Amerika aralashdi, siyosiy ishlar bilan aralashdi. İqtisodiy ishlar bilan chekladi. Bundaq ahvol ostida biz nima deydi? Savdo kelishimini ijro qilmaymiz. Demak, bu endi Liu He'ning maydoni Cungo hukumatining maydoni bo'lsa, buning ajablanishga bo'lmaydi. Ajablanishdan hojat yo'q. Endi anglashlar hozir Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti 18-kun nima dedi? Biz Cungo bilan bo'lgan barliq munosabatni uzib tashlashga tayyorlandik yoki mumkinlik darajasiga keldik. Vatandaş. Demek hozirgi munosabat Amerika Cungo munosabati shu yerda to'xtadi. Endi Havay suhbatining natijasi bu boshqacha bo'lishi mumkinmi qanday? Buni tuvanda muhokama qilamiz. Avval ikkinchi leksiyani sizlarga yetkazib qo'yay.